Mana bu savolning javobini topishga harakat qilib ko'ring. Ilgari temirchilar payvandlanadigan metalning haroratini aniqlash uchun undan foydalanishgan. Ular qizigan metalni unga yaqin olib kelishgan. Agar u harorat natijasida chirsillasa yoki egilsa yoki buralib qolsa, demak ishlov beriladigan metal harorati yetarli deb hisoblashgan. Diqqat savol. Ular qizigan temirni nimaga yaqin olib kelishgan? Javobingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va bu ikkinchi savol hisoblanadi. Birinchi savolning javobini mana shu ikkinchi savolning kommentariyasida topasizlar. Ikkinchi savolning javobi esa uchinchi savolning kommentariyasida bo'ladi. Biz har kuni savol berib boramiz. Sizlardan iltimos ko'proq kommentariy yozishni va like bosishni esdan chiqarmanglar. Ijtimoiy tarmoqlardan mana bu videoga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Unda bir qarg'a Isroil davlati bayrog'ini tushirib tashlagan aks ettirilgan. Bunda bir qancha qiladigan ishlarimiz bor. Birinchi navbatda videoning originalligini tekshirishimiz kerak. Nima uchun? Chunki hozirgi vaqtda sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan birga-bir videolar ham bor. Buni eng sodda, oddiy usuli, video agar rasmiy sahifalarda, katta nashrlarda chiqqan bo'lsa, bu katta ehtimol original. Aks holda esa fake bo'lishi mumkin. Ikkinchi narsa esa mantiqiy sabab qidirib ko'rish. Ya'ni qarg'alar bahor mavsumida ko'payish uchun uya qurishadi. O'sha vaqtda ular ko'plab atributlardan foydalanishadi. Endi men bu gaplarimdan ilohiylikni bunda yo'q demoqchi emasman. Har bir bo'ladigan ishda Alloh taolaning bir hikmati bor. Lekin biz shunchaki qarg'ovchi jamiyat bo'lib qolishimiz kerak emas. Men oxirgi paytlarda kommentariylarga juda ko'p kuzatyapman. Biz faqat qarg'ab qo'yibmiz. Ayniqsa erkak kishilar buni. Ya'ni biz hech qanaqa ish qilmay shunchaki qarg'ab qo'yib, o'zimizdan mas'uliyatni, adolat va haqiqat uchun kurashni chekkaga surib tashlayotgandek tuyuladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqda albatta fikringizni yozib qoldiring. Video haqiqiy bo'lishi mumkinmi yoki fake? Ayrim doktorlar uchun biz bemor emas, shunchaki mijozmiz. Aytingchi, qaysi mantiqiy biznes o'z mijozlarini kamayishini xohlaydi? Bundan 12 yillar muqaddam, balkim sizlarda ham bo'lgandir. Shamollash sababli shifoxonaga yotgan edim. Borgan edim desam aniqroq bo'ladi. O'shanda doktor menga 300 mingga dori yozib bergandi. Shunchaki grippga. Hatto qaysi dorixonada olishim kerakligini ham aytgan edi. O'sha dorilarni olmay ro'yxatni boshqa bir doktorga ko'rsatganimda o'sha doktor juda ham jahli chiqqandi. Ya'ni bu yerda jigar uchun juda ham og'ir bo'lgan antibiotiklar borligini va ular ko'p samarasiz, foydasiz ekanligini, arzonroq dori yozsa ham bo'lish kerakligini aytgandi. Shunda men o'ylab qolgandim, ayrim doktorlar va farmatsevtika sanoati uchun men shunchaki mijoz ekanman deb. Va qo'limdagi mana bu kitobni istab yurgan edim. Aytgancha bu kitob uchun Jizzaxlik Sardor akaga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Shaxsiy kutubxonamizga u kishi sovg'a qildi. Yani boshqa kitoblarni ham sovg'a qildi. Ular hozir muhim emas. Muhim mana shu. Mana shu kitobni o'qib chiqinglar. Shunda ayrim kasalliklar bu bizni ongimizga shunchaki singdirilgan ekanligini anglab olasizlar. Endi albatta hali o'zim ham o'qib chiqqanim yo'q. O'qib chiqsam albatta bu haqda yangi video qilamiz. Barchaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Diqqat qiling, hayvonlar hamda johil insonlarda hech qachon kechirim so'ramang. Birinchi toifadan kechirim so'raganingizmi, ular tushunmaydi, chunki hayvonlarda aql, idrok yo'q. Ikkinchi toifadan kechirim so'rash bu yanada xavfli. Ya'ni bilamiz, johil insonlarni hayotda ham ko'rib qolasiz, ijtimoiy tarmoqda ham bor. Sizni bir mavzu aytasiz, umuman tushunmaydi-da, sizga e'tiroz bildiradi, keyin aytasizki, "Keyin mana shuni gapini mayli deb qo'yavering, mendan nima ketdi? O'zi bir ahmoqqa o'xshaydi. Johil ekan, ilmsiz ekan, tushunmaydi, baribir tengi o'tiramanmi, mayli seniki ma'qul deysiz." Bu endi ikkinchi muammoni keltirib chiqadi. Bu muammo oldingizdan da xavfli. Ya'ni johil insondan kechirim so'rasangiz yoki qanaqadir bir seniki ma'qul deb qo'ysangiz, u o'zini haqman deb o'ylaydi. Bu ikkinchi va juda ham xavfli narsani keltirib chiqaradi. U o'zini haqman deb o'ylashi qolgan barchani nohaq deb o'ylashiga olib keladi. Men internetda ham ko'rasiz, qanaqadir bir yomon emas, qarama-qarshi fikr bildirib qo'ysangiz ham sizga ochiqcha haqorat va dushmanlikka o'tadi. Ochiqni aytadigan bo'lsak, ularga shunchaki ularni befarqlik bilan yengish kerak. Albatta meni yanglishayotgan bo'lishi mumkin. Barchasining o'zim shaxsiy fikrlarim. Siz esa shaxsiy fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ular bilan bahslashish kerakmi yoki yo'q? Diqqat bilan eshiting. Balki tushunmasangiz ham mumkin. Agar kimdir sizdan yoki kimlardir kimnidir yaxshi ko'rish va kimdandir nafratlanish g'oyasini yoki fikrini miyangizga o'tkazmoqchi bo'lsa, bilingki, eng xavfli qullikning bo'sag'asida turibsiz. Bundan sizni faqatgina kitob qutqaradi.
Assalomu alaykum hammaga. Kitob hujra Instagram va YouTube kanali a'zolari oldindan aytib o'taman. Iltimos kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Bugungi mavzumiz ozodlik haqida. Men ozodlikni o'zini ikkiga bo'laman. Jismoniy ozodlik, ruhiy va ma'naviy ozodlik. Jismoniy ozodlik albatta chegaralangan. Siz bu jismoniy ozodlikni chegaralasa bo'ladi. Siz uyingizdan chiqmasingiz mumkin, mahallangizdan chiqmaysiz, viloyat, tuman, respublika, davlat, yer shari har bitta. Eng oxirgi boradigan joyingiz har bitta. Unga ham faqat kosmonavtlar chiqadi. Ya'ni aniq chegarasi bor, sizda jismoniy chegarangiz bor. Lekin ma'naviy va ruhiy chegarangiz bu chegarasiz. Xuddi koinot kabi kengayadi. Qachonki kitob o'qisangiz. Telefon tomosha qilsangiz emas, men ko'rib turibsiz-ku, kompyuterda emas. Chunki men shu paytgacha olgan bilimlarimni faqatgina kitobdan olganlarimgina yuqqan deya olaman. Bulardan olganlarim ham bor, lekin ularning asosi bari kitobga borib taqaladi. Kimdirlar aytishi mumkin, hozir kompyuterda men ko'plab kasblarni, hunarlarni o'rgana olaman, lekin ularni ham tub mohiyatda borib kitobga taqaladi. Siz zo'r aytishni, kompyuter o'rganishingiz mumkin, lekin o'zingizni anglab yetishingiz uchun albatta kitob o'qishingiz kerak. Kitob o'qimasangiz siz eng zo'r hacker bo'lib 100 milliard dollar pulingiz bo'lsa ham hayotni anglamay o'tib ketishingiz mumkin. O'sha siz bilgan mashhur Bill Gatesmi, Steve Jobsmi, Elon Muskmi so'rasangiz, albatta ular sizga tavsiya qiladigan kitobi bor. Ular kitob o'qiydigan odamlar. Nima uchun hozir o'zbek jamiyatida kitob o'qiydigan insonlar kam? Ha, men shunday deb bilaman va buni asosiy sabablardan birini aytishga harakat qilman. Bu moliyaviy sabab hisoblanadi. Hozirgi kapital zamonda hamma pul uchun harakat qilayotgan vaqtda kitob o'qish qandaydir bir bekorchini ishi, qandaydir bir hobbi yoki bo'lmasam pul topishning eng sekin varianti bo'lib qolgan. Chunki pulga bog'laydi-ku. O'sha biz bilgan mashhur bir biznesmen, mashhur bir qo'shiqchi o'z intervyularida kitob o'qimayman men. Kitob bir muvaffaqiyatlarning asosiy kaliti emas degan va ular to'g'ri gapirgan. O'zlarining haqiqatan ular erishgan muvaffaqiyatda kitobda o'rnamasligi mumkin. Chunki o'sha qo'shiqlarni eshitganmiz, o'sha mashhur qo'shiqchi ham o'ta saviyasiz. To'g'rida u Sherali Jo'rayevga o'xshab Navoiy g'azallarini yoki Ogahiy yoki Turdi Farog'iy muqimiylarni o'qimagan. Abdulla Oripni balki tanimas. Biznesmen akamiz haqida ham bir narsa deya olmayman. Balkim lobbizmdir balkim yoki tanish bilishlik yoki qanaqadir pulni pulga urish. Uning uchun albatta kitob o'qish shart bo'lmasa kerak. Lekin afsuski jamiyatda yoshlarimiz ko'ryapti-da, ularga orientir olyapti. Haqiqatda ular hozir muvaffaqiyatda. Kitob o'qiydigan insonlarga qaraydi. Ular minayotgan mashinalar va uy sharoit va kitob o'qimasdan turib natijaga erishganlar uy sharoit mashinasiga qarayapti. Ha, bu narsa to'g'ri deyapti. Va afsuski ular haq. Mashhur bir iqtisodchi olim aytgandi, qaysidir jamiyatdagi chayqovchilarning bozori yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ular muvaffaqiyatga erishayotgan bo'lsa, o'sha jamiyat tanazzulga yuz tutish xavfi bor degan. Ya'ni chayqovchi deganda boyagina aytibman, 2 so'mlik narsani olib, ustiga 3 so'm qo'yib 5 so'm sotadigan odam. Ya'ni buni biznesmen deyishning eng primitiv ko'rinishi. Ya'ni bir narsa ishlab chiqarmayapti, yo qanaqadir startap qilmayapti. Siz bilgan o'sha rivojlangan davlatlarni ko'rsangiz, kitob o'qiydigan insonlar muvaffaqiyatda 2 so'm ustiga 3 so'm qo'yib sotadiganlar emas. Ko'plar ularning gapi o'tadi. Shuning uchun hozir bizdagi yoshlar ham o'qiganlari chetga ketyapti va o'sha muvaffaqiyatni topayapti, o'sha pulni topayapti. Hattoki bor o'qituvchi bo'lib ishlasa ham bu yerdagi qanaqa o'sha bir qo'shiqchidan ko'ra ko'proq topayotganlari ham bor. Endi bu mening o'zim shaxsiy subyektiv fikrlarim. Jamiyatda o'zgarishlar bormi? Bor, lekin juda sekin. Va buning uchun har bir inson harakat qilish kerak deb o'ylayman. Va harakat qiladigan insonlarning ham soni kam. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim. Ilm yo'lida harakat qiladigan insonlar kichkinagina bo'lsa, hissangiz bo'lsa ham qo'shib qo'ying. Mana shu videoga bitta like bossangiz ham o'sha ham bir kichkina hissa. Agar oxirgacha eshitgan bo'lsangiz, bilaman bu video 3 minut bo'ldi. 3 raqamini qoldiring. Sahifamga obuna bo'ling, videoga like bosing. To'g'ri, birorta sifatli kadr yoki montaj bo'lmayotgandir. Lekin sifatli ma'lumotlar va faktlar va shaxsiy fikrimni berib borishga harakat qilaman. Barchaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Mana bu kitob men o'qigan kitoblar ichida eng rasvosi hisoblanadi. 2 varaq o'qiganimdan keyin bilganmanki, undan ko'ra Zo'r TVda serial ko'rganim yaxshi deb. Aslan aytishlarim mumkin, ko'rsat bizga ham o'sha xatoni qilmay qo'ya qolaylik deb. Lekin unday qila olmayman, chunki bu kitob menga yoqmadi, sizlarga emas. Katta bu blogerlar ko'p kitob o'qiydiganlarning mana shunaqa kamchiligi bor. Ular 100 ta, 200 ta, 300 ta kitob o'qigan bo'ladi va kitoblarini bemalol ajrata oladi. Mana bu yaxshi, bu yomon deb. Lekin hali umuman kitob o'qimagan odam ularga qarab andoza olishi bu noto'g'ri.
Ya'ni ularga qarab bu kitob bo'lar ekan, bu kitob bo'lmaydi ekan deb solishtirib bo'lmaydi. Chunki ularni darajasi ancha baland bo'ladi. Balki bu kitob endi kitob o'qiydigan inson uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Chunki yengil bo'ladi, hazm qilishi oson bo'ladi. Mana shunaqa sariq matbuot yoki serial kitoblarma u kitobxon bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun katta-katta blogerlardan iltimos qilardim, biror bir yozuvchini yoki kitob muallifini tanqid qilishdan oldin ozgina o'ylab ko'rish kerak. Umuman olganda kitob yozish bu juda qiyin ish. O'zi kitob o'qigan odam bir Xudoni bir yaxshi ko'rgan bandasi bo'ladi. Kitob yozgan odam esa 10 barobar deyish mumkin. Meni bitta shiorim bor, har qanday kitob o'qilishi kerak va har qanday kitobdan yaxshilik topsa bo'ladi. Bu men o'zim shaxsiy fikrlarim. Sizlar fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hazrat Alisher Navoiyning nomi juda mashhur ko'chalar va xiyobonlarga berilishidan tashqari bir eshakning to'qimiga ham berilgan. To'qim deganda eshakning ustiga yopinadigan yopinchiq haqida gap ketyapti. Bu haqda Zahirda Muhammad Boburnoma asarida xuddi shunday aytib o'tadi. O'sha vaqtlarda Alisher Navoiyning hurmati Hirotda juda baland bo'ladi. Ayrim savdogar va hunarmandlar o'z tovarini bozorini yaxshi yurgazish uchun va hazratga paxta qo'yish uchun Alisheriy taxallusini bergan. Ya'ni gilamiga Alisheriy gilami, Alisher choynagi, qopqog'i, shunga o'sha nom berilgan. Maddohlar o'sha vaqtda ham bo'lgan. O'sha vaqtlarda Hazrat Alisher Navoiy bilan ozgina ziddiyatda bo'lgan Binoiy ismli shoir Hirotdan chiqib ketish vaqtida o'sha to'qimchiga buyurtma beradi va hech kimnikiga o'xshamagan bo'lsin deydi. Va o'sha eshagini to'qimiga Alisheriy taxallusini beradi. Kitob tavsiya qilishdagi to'g'ri va noto'g'ri amallar. Albatta to'g'ri amal bu kitob tavsiya qilishning o'zi. Kitob tavsiya qilish bu yaxshilikka, ilm olishga va da'vat qilish hisoblanadi. Bundan tashqari kitob tavsiya qiladigan odam ko'p ehtimol bilan o'sha kitobni o'zi biladi va o'qigan bo'ladi. O'qimagan bo'lishi ham mumkin, lekin uni eshitgan bo'ladi yaxshiligini. Noto'g'ri jihati nimada? Ko'pchilik kitob tavsiya qilayotganda oldidagi odamni jinsi, millati, dini, kelib chiqishi, hatto xarakterini inobatga olmaydi. Misol uchun siz erkak kishiga yaxshi ona bo'lish haqidagi kitob yoki pazandalik sirlari kitobini tavsiya qila olmaysiz. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Hatto xarakteriga ham tushishi kerak. Buni esa bir deganda bilish va anglash juda qiyin. Kitob o'qish bu ovqatlanishga o'xshaydi. Sizga osh yoqadi degani hammaga ham osh ma'qul degani emas. Lekin albatta o'sha kitobni yaxshi yomonligini siz o'qib ko'ribgina anglaysiz. Ya'ni uni yemasdan turib bilib bo'lmaydi.